4000 yevro turar ekan. Mana shu kengurularni urib yubormaslik uchun qo'yiladigan oldidagi temir. Bitta Spark'ga oldiga taqib qo'yilgan degan. G-likka, ya'ni haqiqiy Mercedes G63 tanaga kelib qoldi hojaga. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Hammaga mana shunaqa mashinalarni bemalol og'rinmasdan olib haydash nasib qilsa. Zatskoy Night paket degan. Даже mana oldidagi logolargacha Night, rishotkalarigacha hamma joyi Zatskoy Night. Aynan mana shu mashina ofitsialniyda $370,000 ga olingan ekan. Tasavvur qiling. Eng full pozitsiyasi va maksimum do'q-o'psalar tiqib tashalgan. Mana orqa salonni bitta ko'rib qolamiz. Ko'rasizmi? To'q qizil rang, manufaktur pozitsiya. Sidinalar ham rombikli, naushniklargacha bor, monitorlargacha bor, karbon detallar, buyurmaster akustika sistema. Mana ko'rasiz, zinalargacha qora. Ya bismillah, hammaga nasib qilsa. 2023-yil kraskasi top-toza 20,000 probeg. 20,000 ekaniga probeg tiniq holatda turibdi. Hech qanaqa ish yo'qotdilar. Qo'ligidan tortib, kalotkasidan tortib, moylarigacha almashtirib qo'yganman. O'zim uchun deyaptilar. Ya'ni ba'zi mashinalar olasiz, haydalgan mashinalar. Yana o'z uchun xarajat qilasiz. Yo'q. Shunda olasiz, shunda ashtir pul sanab g'izzet haydab ketasiz. Tayyor. Srochniga mana shu G63 mashinaga bilasizmi? 236 ga bosib olsangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, 370 ga olingan apparat. Hozir ham yangilarini olamasangiz shunaqa 360-370 ming turadi, bilganlar biladi. 20,000 probeg uchun 100 qancha? 130 mingdan shu arzonroq qo'yasizmi? Gap yo'q. Bosvoring hojaga har doim bunaqa variantda chiqarmaydi. Bilasiz, geliklar hozir tortilib qo'ygan, bunaqa ozgina yurgan narxi shikalatlarni topish qiyin.